zakazlar keldi. Hozir olib kirdim. Mana ekspert shampunda hamma zakaz qilyapti. Yaltirlatadi shu qizili. Zo'r ekan. Mana bunisi laminatsiya qiluvchi, sochlarni silliq qilib qo'yadi, jingalak sochlarni silliq qiladi. Keyin anaqa sprey keldi sochga. Ham nima desa bo'ladi, soch taraganda yuganga o'shqatib qo'yar ekan. Silliq qilib qo'yar ekan. Ham o'stiradi, ham oziqlantiradi. 17 ta narsasi shu bitta spreyning ichida. Qazoqqa qarshi shampun. Bu ham zo'r ekan effekt. Shu ekspert shampunlari zo'r ekan o'zi. Har zakazimga kelyapti. Ko'rgan bo'lsanglar. Mana tonalkalar shu tonalkani otsigini ko'rgan bo'lsanglar, hamma maqtab ishlatyapti. Zo'r yotar ekan yuzga. Dezodorantlar. Hozir yozda eng ko'p ketadigan narsa dezodorant, Rexonalar. Ko'p zakaz tushyapti. Zubnoy pasta, tish oqartiruvchi. Tovon yorishga krem. Mana zubnoy pasta yana. Element atirimizni sharikli dezodorant chiqdi. Mana malinali tanaga krem bo'lardi, bilsanglar. Shuni endi yuzga, qo'lga universalniy kremi chiqdi. Mana zo'r quyuq, zo'r narsa ekan. Hidi ham zo'r menimcha buni. Ochib ko'rmadim lekin. Mana murmur zakazga ham Ideoni sharikli Rexonasi. Yana zubnoy pasta. Mana dilyodush kattaligini qaranglar, qizlar 500 grammdan 30 ming, 35 mingdan sotyapmiz. Zo'r mana qizlar, anchaga yetadi, rosa barakalik. Tushlar, mana eng zo'r tushlardan zakaz qilganman. Ikkalasidan ham ishlatib ko'rganman. Ma'nosi juda zo'r qilib qo'yadi. Kipriklarni dona-dona qilib, ikkalasi ham quyuq tushdan, anaqa suyuq chaplanib ketadigan tushdan emas. Bu men o'zimga zakaz qildim. Kipriklarni zo'r o'stiradigan sotdim. Mana effektini ham aytishdi, shunga qiziqib o'zimga ham zakaz qildim.